Assalomu alaykum. Haydlayim bilan kelayotgan. Assalomu alaykum. Hoji aka. Bemalol hozir videoga olayotdim. Gapiravering, promil ketaveradi bizda hammaga. Mashina keldi. Pustoymi bu? Davay, kimniki bu? Bizim moshin ko'chada. Kimniki bu? Bu kimniki pustoy mashina olib chiqinglar, joy egallashga turmasin. Davay, shofyor chaqiring tez. Bo'ldi, davay qo'yasiz mashinani, qo'ying. Monopoliya yo'q. Sirraza qo'yasiz. Batta chaqiringlar, shofyor chaqiringlar menga. Chaqiring, shofyorni chaqiring, men oldiraman. Qo'ying mashinani, savdoingizni qiling. Bunaqa gap bo'lishi mumkin emas. Biz boshida va'da berganmiz. Pomidoringiz zo'r, go'zal. Turkmaniston olib keling, davay, shofyor chaqiring menga, tez chaqiring. Oling. Qo'ying bemalol. Unaqa mashinani qo'yib qo'yib joy egallash yo'q. Bizniki yarim soat pas, здесь будет. Shofyor chaqirdingizmi? Buni shofyor chiqsa aytaman oladi. Siraz oladi, mashinangizni qo'ying. Muammo yo'qmi? Boshqa problema yo'qmi? Nima xizmat? Ertaga hayit xudo xolasa, xursandchilik. Hammamizdan Alloh rozi bo'lsin.